Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Yo'qotilgan sog'liqni izlab rukn asosida ishlayotgan serial roliklarimizni davomi bugungi roligimizni ham aynan tabobatga bag'ishlaymiz. Oldingi roliklarda mana unsurlar haqida gapirdik, mizojlar haqida gapirdik, xiltlar haqida gapirdik, ularning zanjiri haqida gapirdik. Ammo buni yana ham soddalashtirib tushuntirib bormasam, buni tushunib olishingiz juda ham qiyin. Mana hozir qo'limda aynan Shayxul raisimiz bobo akalarimiz avval Ibn Sinani tib qonunlari asarining birinchi tomi. Oson emas buni tushunish. Sababi inson tanasi tabobat, qadim tabobat deb gapiramiz. Endi tabobat yo'q bo'lib ketgani yo'q. Hozir ham tabobat bor. Lekin afsus bu narsani to'liq tushunib harakat qilmaydi insonlar. Inson tanasi deydi bobo akalarimiz 3 bosqichli tizim asosida ishlaydi deydi. 3 bosqichli tizim nima? Birinchisi nima? Unsur. Unsurni tabiatdagi kuchlar deb nomlaydi bobo akalarimiz. Buni nomlash bejiz emas. Sababi tabiatda yuz beradigan hodisa inson tanasiga ta'sir qilmasdan iloji yo'q. Alloh inson tanasi bilan tabiatni bir uzviy bog'liq qilib qo'ygan. Biz tabiatdan xomashani olamiz, iste'mol qilamiz. Aynan o'sha tabiatdagi unsurlarni tanamizga qilib qanday aralashganini mizoji orqali bilamiz. Ya'ni fe'limizni hamda tana holatini ta'minlab beruvchi narsa hisoblanadi. Va undan eng asosiy hosil bo'ladigan narsa mana aynan 4 ta o'zgarmas suyuqlik. Ya'ni qon, safra, balg'am hamda savdo. Agar siz to'g'ri ovqatlansangiz, to'g'ri turmush tarzi yuritsangiz, bu 4 tala xilt muvozanatda bo'lsa sog'lomsiz. Agar nimanidir noto'g'ri qilsangiz, o'sha xiltlarda nimadir o'zgarsa siz kasalsiz. Demak, inson kasallik bilan sog'liqning o'rtasida turadi. Ammo uni aniqlashtiradigan yana bir joyi bor. Juda ham bir qiziq joyi bor. Kasallikni davolashda o'sha bemorni qanday holatga olib kelish kerak degan savolga javob aynan tabobatda bor. Zamonaviy tibbiyotni ustuni anatomiya hamda fiziologiya. Inson tanasi va unda yuz beradigan kimyoviy, fizikaviy va biologik jarayonlarga bog'lab o'rganiladi. Endi sizlarga oddiy bir misol keltiraman-da. Mana zamonaviy tibbiyotda inson tanasida deyiladi, Mendeleyev tuzgan o'sha kimyoviy elementlar davriy jadvalidagi elementlarning 81 tasi qaysidir bir ma'lumotlarda 85 tasi qatnashadi deydi. Shulardan eng aktiv elementlar deydi. Qaysidir bir ma'lumotlar 21 ta, qaysi bir ma'lumotda 25 tani keltiradi. Agar siz o'sha unsurlarni biz tabiatda yuz beradigan kuch dedik, ammo inson tanasini xomashiyasi ham aynan mana shu 4 ta narsa bo'lganda. Mana shu 4 ta narsa bo'lgandan keyin o'sha Mendeleyevning kimyoviy elementlar davriy jadvalidagi deyarli barcha element inson tanasida bor ekan, qaysidir bir miqdorda. Ammo biz shu gramlaymizda hamma narsani. Taqsimlab bir hisob-kitob qilamizda, bizga buncha gram kalsiy kerak, mana buncha gram boshqa narsa kerak, buncha gram bu kerak. Ammo Alloh bizni shuna yaratganki,
og'iz bo'shlig'idan toki chiqib ketguncha bizda hazm bor. Biz o'sha tabiatda olgan har bitta narsani o'zlashtiramiz. O'zimizga kerak elementni o'zimiz tanamiz o'zi sintez qiladi. Endi keling buni sizlarga yana ham oddiyroq qilib tushuntirishga harakat qilaylik. Endi juda ham gapirsam unsurlarga bog'lamadingiz ustoz, o'sha mizojni mizojga bog'lamadingiz, xiltni xiltiga bog'lamadingiz degan bevosita bir fikr paydo bo'lar sizlarda, lekin shuni oddiy bir misol tariqasida tushuntiraman. Mana tasavvur qiling, xomashyo. Xomashyo deganda butun bir ko'zimizga ko'rinadigan narsani xomashyo deb qabul qiling. Bizni non yopishimiz uchun bizga nima kerak? Birinchi tandir kerak, ikkinchi olov kerak. Endi biz iste'mol qiladigan xomashyolardan un kerak, suv kerak, tuz kerak, xamir turish kerak, va hokazo. Xamir qorildi. Qorilgan xamir u yumshoq bo'ladimi yoki qattiq bo'ladimi? Yoki suyuq bo'ladimi yoki quyuq bo'ladimi? Bu aynan mizoj. Xamir qorilguncha tayyor turgan un, suv, xamir turish, tuz, yog', bu narsalar unsurlar edi, xomashyo. Ular qo'shib qorildi, xamir tayyor bo'ldi. Xamir mizoj. Xamirni zuvala qildi, to'g'riladi, tandirga yopdi, tayyor bo'lgan non xilt. Agar o'sha xomashyodan qaysidir bir bittasi oshiqcha bo'lib yoki bittasi kam bo'lsa, xamir o'xshamasa, demak non ham o'xshamaydi. Mana sizlarga oddiy tushuntirdim. Mana shu 3 ala ustunni mukammal o'rganmasak, bu borada gapiradigan gap juda ham ko'p. Men faqat roliklarni uzayib ketmasin deb harakat qilaman. Juda ham ko'p. Sizni semirishingiz ham, ozishingiz ham, sog'lom bo'lishingiz ham, kasal bo'lishingiz ham mana shu 3 ala ustunga bog'liq. Like bosish esingizdan chiqmasin, obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Izohlarda mana Telegram kanallari berilgan. Qanday savollaringiz bo'lsa va nimani bilishni xohlasangiz, albatta Telegram kanalidami yoki mana shu rolik ostida kommentariyadami savol bering, albatta savollaringizga javob beramiz. Bundan keyingi roliklarni yana ham mana shunaqa qiziq qilib faktlar bilan tayyorlashga harakat qilaman va keyingi roliklarda uchrashguncha kuzatib boring albatta. Keyingi roliklarda uchrashguncha xayr va sog' salomat bo'linglar.